Xo'p, Uzo Glavniy avtomatdan nima uchun bir pog'ona baland tanlanadi degan savol tug'iladi. Nima uchun tanlanadi? Ikkalasini bir xil amperda qilib qo'ysa bo'lmaydimi degan gaplar ham bo'lishi mumkin odatda. Xo'p, nima uchun bir pog'ona baland tanlanadi? Javob quyidagicha. Endi funksiyasini birinchi aytib o'tamiz. Avtomat qisqartirishda hamda yuklamada, oshiqcha yuklamada tashiydi. Uzo faqat utechka, ya'niki tokki boshqa yoqqa oqimi bo'lib qolsa yoki yerga nisbatan, korpusga nisbatan oqim bo'lib qolsa, o'sha paytda tashiydi. Bu qisqartirishga tashlamaydi. Demak, nima uchun bir pog'ona baland tanlanadi? Agar misol uchun ikkalasini ham 50 amper qilib qo'yadigan bo'lsak, 50 amper nagruskaga chiqqan paytda uzo ham o'chib qolishi mumkin. Ichidagi bimetali uzib yorib o'chib qolishi mumkin. O'shanda biz utechka bo'ldi deb qolamiz. Aslida utechkadan emas, yuklama ortib ketgandan bo'ladi. O'shaning uchun bir pog'ona baland tanlanadi. 60 amperli, 50 bo'lsa 60 amper tanlanadi, 32 bo'lsa 50 amperli uzo tanlanadi. O'sha yuklama pikka chiqqan paytda uzo ham o'chib qolmasligi uchun. Uzo faqat o'zini ish rejimida ishlashi uchun, o'sha utechkada ishlash uchun. O'sha nagruska 50 amperga borib qolsa, bu ham o'chib qoladi agar. O'shaning uchun bir pog'ona baland tanlanadi. Javob shunday.